3 xonali idealniy planirovkadagi kvartiramizni ko'rsatib o'taman. Samarqand shahar Rudakiyda joylashgan 3 xona полноценный bo'lyapti. Bu birinchi xonamiz zal. Hamma xonasida oyna bor. 64 kvadratlik xonamiz. Bu yer kuxnya qismi, hamma texnika bor. Parovoy отопление har bitta xonada. Bu prixoshka qismimiz. Prixoshka mebel qilingan, dekorativniy oyna. Bu yer esa bolalar uchun yotoqxona. Skvozная planirovka kvartiramiz. Juda zo'r variant. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona. Bu yer televizor o'rnatilgan, parovoy отопление, mebel. Bu yer esa sanuzulimiz. Sanuzulimiz alohida. Sanuzulda ham parovoy отопление qilingan. Bu yer ikkinchi sanuzul. Kvartiramiz 64 kvadrat, Rudakiy Ikarda joylashgan, birinchi etaj, Novostroyka kirpichniy dom, narxi esa 63 ming AQSh dollari.